Bir o'rmon bor, oddiy emas, sehrga to'la o'rmon. Bu yerda har bir kun yangi sarguzasht, yangi kulgu va kichik mo'jizalarga boy. Bu o'rmonning eng mashhur qahramoni Vinni Puhdir. U asalni juda yaxshi ko'radi, lekin undan ham ko'proq o'z do'stlarini yaxshi ko'radi. U mehribon, sodda va har doim yordamga berishga tayyor. Uning yaqin do'sti Puchqvoy. U kichkina va biroz qo'rqoq, lekin yuragi juda katta. Quvnoq va sho'x yo'lbars. U doim sakrab yuradi va hammaga kulgi ulashadi. Biroz g'amgin, ammo juda samimiy Xo'tikvoy. U ham do'stlarini juda yaxshi ko'radi. Ularning eng yaxshi inson do'sti esa Kristofer Robin. Bu ajoyib va mehrga boy ertaklar muallifi Alan Alexander Millan. U bu hikoyalarni o'z kichkina o'g'li uchun yozgan va butun dunyoga quvonch ulashgan. Bu kitob bizga shuni o'rgatadi. Haqiqiy baxt bu do'stlar bilan birga bo'lish, bir-birini tushunish va oddiy narsalardan ham quvonishdir. Aziz kitobxonlar, agar sizda ham kulgili, iliq va sehrli sarguzashtlarga boy olamga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markaziga chorlab qolamiz.